Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun 19-iyul 2026-yil Termiz shahar moshin bozoriga kelganmiz. O'z jamoamiz bilan kelib birgalikda har doimgiday moshinlarimizni narxini yoritib berish uchun moshin bozoriga kelganmiz. 5 tagina moshinlarimiz qolgan. Hozir Elyor aka moshinlarimizni narxini sizlarga yoritib beradi. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Zo'rmisiz? Ma'lumjon, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Zo'rmisiz? Moshinimizlar yana xalqimiz mazza qilsin deb mana moshinlarimizni olib keldik. 24-yil moshinimiz. Kobul. 24. Ko'rsating moshinlarni. Qanchadan chiqadi bu? Narxi qancha bo'lyapti? Kobulimiz 24-yil, 74 probegi. Mana shu yerga ozginagina bir qarishda petmochasi bor. Bo'ldi, qolgan joyi ha. Zapinga salaydiganga teggan, lekin qolgan joylari toza. Ko'pchiliklar 78 dan oshgan probegi. 78 dan. Benzin, gaz aka? Metani bor mashinada. Metani bor ha? Ha. Ichki holatini ko'rib chiqasizlar. Keyingisi aka? Mashinamizning tan narxi 130 deganmiz. 130 ming. Mardonjon, siz kanalingizdan kelsa agar, Termiz TV kanalingizdan kelsa agar 128 million qilib beraman. Moshinlarimiz tobora kundan kun tushib bormoqda. Bankdan qilsalar agar 15 million bilan chiqib ketadi. 15 million bilan chiqadi. Oylik to'lov qancha bo'ladi? Oylik to'lovlarimiz 3 million 800 dan chiqadi. 3 million 800 dan. Moshinamizga qara. Keyingisi Medline Kobul. Mana Medline. 4 ta yaxshi balonda. Probeglari 51 ming yurgan. Moshinlarimizni ko'rsating. Aka, moshinamiz tan narxi 142 ming. 4 ta yaxshi balonlari bor. Kraskalar toza. Necha ming yurgan? 51 ming yurgan. 51 ming yurgan. Medline. 4 ta yaxshi balonda. 4 ta yaxshi. Tan narxiga kelayotgan bo'lsak agar tan narxi 145 deganmiz. Sizning kanalingizdan kelsa agar Mardonjon 142 ga bo'ladi. 156 million so'mlik salonda chiqqan mashinamiz. Mana shuncha tushib ketdi mashinalarning narxi. Ha. Bankdan 25 million bilan chiqib ketadi. 25 million 4 million 300 dan chiqadi oyiga. Keyingisi 23-yil Kobulimiz. Ko'rsating mashinani. Zo'r, sataman, zo'r, yuksak. Monitorlar ham bor. Mashinamiz 64 ming yurgan. 4 ta yaxshi balonga. Yurgan 4 ta Yaxshi balon, yumshoq balonda. Mashinamiz tan narxiga kelayotgan bo'lsa agar probegi mana 64 mingdan oshgan. Ideal holat. Mashinamiz tan narxi kelayotgan bo'lsa agar 128 million tan narxi. Kanalingizdan kelayotgan bo'lsa agar 126 qilib beraman. 126. Prosta xalqimiz mazza qilsin mashinamizga, gap yo'q mashinamizga. Oylik to'lov qanchaga ko'rsatasiz bo'lsa-da? 3 million 800 dan chiqadi. Mana azizlar, bemalol ko'rib borasizlar bizni. Yaxshi narxlar beramiz. Mashinalarimiz gap, kraskasi toza. Yana bitta Medline'imiz bor. Ko'rsating, 4 ta yumshoq balonlari bor. Ishlarni ko'rasizlar. Mashinamiz bu ham tan narxi 145 million deganmiz. 145 million? 142 qilib beramiz buni ham. Beradilar. Bankdan 25 million bilan chiqib ketadi. 25 million bilan chiqadi. Ha. Kobul kerak bo'lsa, bemalol beradi. Probeglar 56 ming yurgan. Orqali kelganlar uchun ham o'zimizda doimiy klientlar uchun yaxshi
Motor holatlarini ham ko'rsating. Motor holatlarga qaraymiz. Propan 4-paklarining eng qimmatidan qo'yilgan. Medlan korpusimiz 25. 2025. Probeg 36 ming yurgan. Kraskalar tozda. Top dozasi. Ichki holatim. Yaylasın, 138 milyon. 25. 36 ming yurgan. Kraskasi. Top 25. 138 milyon. Oxiri. Mashinamiz hamma hafta kelayotgan bo'lsak 138 milyon. 138 milliondan deyapti. Xalqimiz mazza qilsin mashinamizdan mana aka. Trekka turg'ish demaymiz. Mashinamiz 36 ming. Sal oshgan 36 mingdan probeg. Mashinamiz 36 ming yurgan. 36 ming yurgan mashinamiz. Kredit asosida aka. Kredit asosidan ham bo'ladi. 23 million bilan chiqib ketadi. Mashinamiz 23 million chiqadi. ha. Kreditlarimiz bor. Manzilimiz Amurbank. Mashhurlarning oldiga joylashgan Amurbank. Ana, azizlar, tobutlarimiz bor. Bemalol murojaat qilasizlar. Nomerlarni yozib qo'yamiz. O'zimiz jamoamizdan yaxshi narxlarda qilib beramiz tobutlarni. El aka, sog' bo'lasiz aka. Kelib turinglar, mana aka mashinalarimiz nasib etsa ham narxlari ham tushib ketdi narxlari. Kelinglar. Har